ajoyib bo'lib o'tuvchi aslarchi ma'lumotlar shu Nobel Garden sertifikatlarini olib, dunyo bo'yicha eng oliy o'rinlarni egallab kelayotgan bu qora kofemiz ham barakali kofelardan biri hisoblanadi. Tarkibida 30 ta qadog'ida kofe o'zi paketchada bo'lib damlanadi. Bu o't qopini dimlanishini oldini oladi, ortiqcha vaznda qand miqdorini balansda ushlashda yordam beradi, tanani zararli moddalardan tozalaydi. Ayniqsa erkaklarimiz ichimlik ichganda va tamaki chekkanda qonni shlaqlardan, zaharli moddalardan tozalovchi tabiiy 100 dan ortiq antioksidantlari bor kofe hisoblanadi. Yana bir ajoyib tomoni miya faoliyatini 10% oshirishda yordam beradi. Shuning uchun Nobel degani bu hamma ichimliklarga berilmaydi. Garden, ya'ni tarkibi 100% toza va halol kofe ichimlik